bittaylarda ham bo'lgan bo'lsa kerak, bitta odam tasavvur qilinglar, ayolinglar homilador 7,5 oy, 8 oy, tug'ilishiga 1 oy, 1,5 oy qolganda kunduzi to'g'ri erkak kishi charchagan, yoqa borgan, bu yoqqa borgan, do'konda o'tirgan, savdo qilgan, dalada ishlaganda kechqurun maza qilib uxlayapsiz. Soat 3 da. Dadasi, ha, nima deysan? Mazam bo'lmayapti desa, deganmi shuni, demaganmi ayolinglar, deganmi uylanganlar? Degan. Buni bir necha bor marta degan. 9 oy ichida bir marta aytib qo'ymagan. Bir necha bor aytgan. Insof bilan aytinglarchi, kimga yoqqan shu xotinni gap? Kechqurun ham tinchlik yo'qda bu uyda. Yo turiboq, voy o'zingni ehtiyot qil. Bitta yo ikkita deyish mumkin. Qolgan aksariyat hammasi xotinni bu gapi yoqmagan. Bizlar ham bir paytlar onamizni bag'irlarida yotganimizda, o'sha 9 oylik, 8 oylik, 7 oyligimizda onamizni vujudlari og'riganda dadamizga onamiz hey dadasi mazam bo'lmayapti deganda dadamizga yoqmagan. Bechora hozir uyg'otsam bir ozgina jonimga oro kirarmikan shu bolamni otasi-ku shu ozgina bir menga yordam berarmikan deb bechora uyg'otsa-yu tinchlik yo'q ekanda desangiz nima ahvolga tushadi? U dardini kimga aytsin? Qani bor kimga aytsin? Borib dadangizga aytsinmi? Qaynataga qaynata mani dodajon kimga aytsin? Kimga aytgan? Jonni tikib qo'yadi mana u yerga-da. Yo o'lim, yo hayot. Kim uchun? Siz bilan men uchun tikkan onamiz. Siz bilan men uchun jonni tikib qo'ygan, birodarlar. Bunaqa tavakkalga bizlar qo'limizdan kelmaydi. Bu ish qo'limizdan kelmaydi.